Dunyodagi eng mashhur pardoz kompaniyasining sobiq xodimi bizga dahshatli sirni ochdi. U shunday dedi: kosmetika sanoati ayollarning hujayralarini, ya'ni tanasini ichkaridan yo'q qilmoqda. Men undan so'radim: nega bu haqda hammaga aytmaysiz? U javob berdi: aytolmayman. Menga ruxsat yo'q. Bu muammo tamakidan ham xavfliroq. Chunki biz minglab turli xil kimyoviy moddalar haqida gapiryapmiz. Zaharli daryolarga oqiziladigan o'sha yomon moddalar hozir bizning qonimizda oqmoqda. Qarang, shampunlar, kremlar va bo'yoqlar. Bular shunchaki chiroyli idishdagi narsalar emas. Ular saraton va boshqa og'ir kasalliklarni chaqirishi mumkin. Eng yomoni nima bilasiz? Biz bu narsalar qanchalik zararli ekanini tushunib yetgunimizcha, millionlab bolalar bundan aziyat chekishi mumkin. Bu holat juda achinarli, to'g'rimi? Sizcha, siz kundalik hayotda ishlatayotgan parashoklaringiz, shampunlaringiz hamda kosmetikangiz tarkibi nimadan ekanligi haqida hech bir qiziqib ko'rganmisiz? Keling, men sizlarga 100% ekotabiiy bo'lgan mahsulotlarni tavsiya qilib qolaman. Buning uchun menga podpiska bo'ling va meni kuzatishda davom eting.